1960-yili türmeden chiqdik. Uyg'urni Xotanga xizmatga avatdivatdi. Bu bir turlik sürgün edi. Rehim yana siyosiy kengashga ishqa tushdi. Ammo burunqi amali berilmay, nomsiz bir shaklda shira saqlashga boshladi. Shundoq bo'lsa-mu, uning kadrlik salobati darhol asliga kelganligini his qilishga bo'ladi. Biz Uyg'ur oilasini uzitib qo'yish, yuk taqalarini besishga yordamlashish uchun bag'inimda uni ana shu darajasi bilan ko'rdim. Bu chaqda turmadan chiqqan ba'zi sabdoshlarni ko'rdim. Ravaydulloh Hamdulloh universitetda ishga tushgan edi. O'tgur Fanlar akademiyasida edi. Hoji Yaqubni ko'rmadim, ancha kelishmaydim. Shunga so'rabmi bormadim. Mening yana ta'lim kammidi. Muallim bo'lolmadim. Hatto ma'rif tarmoqlaridan uzoqlashtiribdi. İctimai Fanlar akademiyasiga ishga tushdim. Xitoy raisidan keyin turadigan muavin rais edim. Bu davr kommunallashtirish xalqqa tugumas balo-ofatlarni elib kelgan yillar edi. Akademiyada o'tkirmi bor edi. Ikkimizning bir yerda bo'lishimizning yaxshi taraflarimi, yomon taraflarimi bor edi. Yaxshi tarafi doim uchrashib, bir ikki og'iz bo'lsa-mu fikrlashib tura olaydik. Yomon tarafi dal shu ko'rishishlarimiz keyingi qatimliq tutqunligimizda savollarni ko'paytirdi. Kommunistlarni bilasiz. Bir odam bilan kinoxonada yonma-yon o'ltirib qolsangiz, ammo u odamni hech tanimaydigan bo'lsangiz, bir kunlari u yoki siz xatolashganda, shu billa o'ltirganni izohlashga majbur qilishadi. Men hech bilmayman, tanimayman deb raj o'qish mumkin emas edi. Bu holda o'zaro tonish odamlarning uchrashish, gaplashishlaridan gumon qilmaslik mumkinmi? 50-yillardan boshlabla biz dal bu sababdan favqulodda yaqinlik ifodalamasga diqqat qilib kelyotdik. Bu yerdami xizmat munosabatidan boshqa alohida uchrashishlarimiz bo'lmaydi. Akademiyada eng yaqinim deyishga to'g'ri kelsa, faqat darvoza bilan Qunoxun bilan yaqin edim. Anglamoqqa qiziq, ammo bunisi rost. Bundoq oddiy odamlar bilan do'stlashish menga bak yoqadi. Keyin bir falokat bo'lib qolsa-mu, chetilib qolish bo'lmaydi. Ondan bundoq odamlar bak vafodor keladi. Men yolg'iz bo'lganim uchun oqshomlari u yenimga kelib o'ltirib ketadi. Uning bilan odatdagi turmush, kundalik hayot haqidagi paranglarni qilishib o'ltirdik. Kun bo'yi yo'g'on gaplar bilan bo'lmaz emasmi? Ishdan tushgandan keyin bo'lsa-mu, mushundoq kishilik hayotning eng oddiy qatlamlarida bo'ladigan paranglar bilan bo'lish menga tangsuq tuyuladi. 1961-yilning oxiridan boshlab vatanimiz tavbasida tarixda misli ko'rilmagan bir ocharchilik bosh ko'tarishga boshladi. Mo'l hosil elingan edi. Faqat Xitoyda Changjiang daryosi qurib ketib, Xitoyda ocharchilik bo'layotqashqa xalqimizning ochliqi tamoman yig'ilinib, ambarlarga besib elingan. Xitoyga to'shilayotganlik haqida xabarlar bor edi. Bu ocharchilik tufayli insonlar nimalarni yemadi deysiz? Xitoylarning bola o'g'irlaydiganlik haqida mish-mishlar taqalgan. Jamiyatda bir o'lim vahimasi qanot yaygan edi. Agar yo'l bo'ylarida o'ynayotgan bir bola Xitoylarni ko'rib qolsa, jon jahli bilan uyga qarab qochadi. Men bu ajoyib kayfiyatdan har xil o'ylarga keldim. Goh o'g'lim yodimga yetadi. İxtiyorsiz holda uni bir Xitoyning o'g'irlab ketib yeb qo'yishini tasavvur qilatdim-da, tenim shurkunib ketadi. Ammo keyin uning hozir cho'pcho'ng yigit, balki balaliq odam bo'lganini yodimga elib kulib salatdim. Gohida Xitoyning milliy sifatlari, odamiylik sifati haqidagi bu hikoyalardan Xitoylar haqida o'ylab ketdim. Ularning xalq orasida yirtqich hayvon siyaqida tonilishi aslida bu millatning baxtsizligi edi. Hatto ma'naviy qimmatlar nuqtasidan qaraganda bizdan baxtsiz ekanligini ko'ratdim. Ammo bu millat o'zlari buni o'ylab ko'rmasi kerak. Xijillik yoki ruhiy azob his qilmasi kerak. Yana bir tarafini o'yladim. Buning Xitoylarning istilo planlari uchun foydasimi bor edi? Xalqimiz bolalarini Xitoy keldi, Xitoy aytdi, Xitoy yavitido deb yurib, kichik bolalarning qalbida baskagil bo'lmaydigan bir xil qo'rqinch tuyg'usi, Xitoydan qo'rqish psixikasi shakllantirib, ongsiz yo'sinda Xitoyga yordamda bo'ladi.
Bu münasibət bilan xalqның narazılıqlarını qarşılıq hərəkətiga aylandırmaqçı bolğan Şərqi Türkistan Xalq Partiyasının yer astı fəaliyyətləri baş götürdü. Bunun bilan bir qızıl terrorluq havası esishga başladı. Milliy armiyaning qoldiq qismlari, ishdan bo'shatilgan askar va ofitserlar cho'chakda to'planib, Sovet chegarasiga oqisini terigan bir qurolliq qo'zg'olonga niyat qilishgan edi. Qo'zg'olonning beshida general Zununteyev bor edi. Bu chaqda Sovet puhraligini qalqon qilib, Xitoylarning ziyonkashligidan qutulib, Sovetga chiqib ketgan Ziyo Samadimi cho'chakka yoshirin kiribdimish. Bu yoqdan Zunun Qodirni chaqiribdimish degan mishmishlar bor edi. Baxtga qarshi qo'zg'olon plan bo'yicha yurgizilmadi. Muddatdan burun portladi. Tariximizning qaysi davrida plan bo'yicha bo'ldi? Har zaman pashq bo'lib qilib, muddatdan burun qo'zg'alish bilan fojialik oxirlashib kelyotdi. Chunki Xitoy razvedkasi bilib qolgan edi. Ya'ni ichki qismdan xoin chiqqan. Shuning bilan tarixda Ili cho'chak voqeasi deyilgan voqea 1962-yili mayda yuz berdi. Xitoylar xuddi butun kuchi bilan qo'zichoqqa tashlangan yirtqichdek qo'zg'olonni qonliq bostirdi. Nurg'un qurbonlardan boshqa ba'zilar Sovetga qochib qutuldi, ba'zilar tutildi. Bilamsiz, Tayyibjonning Vatan haqida g'azal nomli mashhur she'ri mana shu tarixiy sharoitda maydonga kelgan edi. Bu she'rni ashu voqea haqidagi bir bayonot deyishga bo'ladi. Bir ifoda bildirish, maydon chek-chegara namoyon qilish deyishga bo'ladi. Onajon tuqqan elim jongo, uning farzandiman. Rishtiga jismim bilan, ishqim bilan payvandiman. Qibligahim partiyam, yo'lchim mening, rolchim mening. To'y bilib atsılıman u boshlagan har jangiman. Shu qizil davrim, zamonim, shavkitim, shonim mening. İftixorim shu zamonga kuychiman, sozandiman. Yana shundoq misralam bor edi. Nega borsam o'z onam qo'ynida men o'gay emas. Mayli xotan, mayli tangshan, mayli tay xangshandiman. Bu she'r keyin to'liqsiz o'ttir maktab darsligiga kirgizilgan. Balkim siz o'ttir maktabdagi chog'da o'qigan bo'g'aydingiz. Haqiqatan bu bak cho'nqur, badiiyligi jihatda tangdoshsiz bir she'r. Ammo buni milliy maydondan ko'zatsangiz, g'ayriy aqliyligimi hayron qolarlik darajaga yetganligini bayqaysiz. Mazlum bir el shoirining istilochilarni madhiyalashida bir rekord deyishga bo'ladi. Tayyibjon ortiqcha e'tiborlanishlardan keyin 1950-yildan 1960-yilgacha qisqa muddat bir tutqun hayot kechirib, lagerda emgakka selingandan keyin amdila o'rni issigan bo'lg'ashqa, balkim bu ishga chetilib qolishdan, yana ashu ig'ir emgak lagerlariga berib qolishdan qo'rqib ketgan bo'lsa kerak. Mana shundoq qilib tutqun qilishlar yana boshlandi. Bu chaqda Sovet bilan munosabatlari buzilgan Xitoylar Sovet baras ziyolilarni, umuman Sovet o'qiganlarni, milliy armiyaning hozirgacha sadoqati isbotlanmagan ofitserlarni qo'lga olishga boshlagan edi. Har qanday bir harakatda, tozalashlarda nasibasiz qolmaydigan bo'lganim uchun men yana qo'lga ilindim. Meni ish ustidan tutib, qo'limga ko'yiz selib ilib manganda, xizmatdoshlarning muzdek chiroylariga qarag'um ekanmidi. Faqat darvozadan chiqayotganda darvozadan Qunoxonning ko'ziga yosh elib qarab qolganini aniq ko'rdim. Bu ashu qaytim tutqunliqimning oxirgi minutlarida ko'rgan va uzoqqacha ko'z oldimdan ketmagan birdan-bir odam chiroyi edi. Umuman bu yillarda eng keng ko'lamli tutqun boshlangan edi. Allaqachon hisob berib qutulgan ko'nidashqanlarning hammasi qayta yig'ib olingan edi. Men na Sovet o'qiganlar kategoriyasiga, na milliy armiya qalduqlariga, na gomindangchilarga tava emas edim. Bular aniqlansalar yana qo'yib berdi. Qisqa muddatda qutulaman deb o'ylagan edim. Ammo kimsan deb aniqlashqimi yillar ketdi. Uninggacha qara qo'yuq lagerga haydidi. Sabit apandi shu yerga kelganda bir o'tlam suv ichib olish uchun to'xtadi. Fursatdan foydalanib gap qistirdim. Sabitga shoirlarimiz to'g'risida deganlaringizga qo'shilaman. Siz mu shoir edingiz? Nimishga izchil adabiyot san'at sohasida ishlamadingiz? Ani shuning uchun
Aşı izzetini bilmeydigan adamlar bilen her günü birli boluş, salam saat qılıp duruşqa mecbur boluşdan qaçıp. Hatta men keyinki zamanlarda edebi icadiyet deganlarni tashlab etdim. Nazarimda adabiyot intayin pak narsidi. Adabiyotni intayin pak deb qaraganligi uchun ilgari bizning shoirlarimiz asar yozishdan avval tahorat oladi. Lekin men adabiyotning dafsanda qilinsa naqadar iflos narsaga aylanib qolganligini ko'rib tong qoldim. U g'amkinlik bilan birdam sukut qilgandan keyin o'z-o'ziga da'vatgandek qo'shib qo'ydi. Ko'ngildagini yozg'ili bo'lmasa nima qilaman? Yeziversangiz e'lon qilmasangiz bo'ladi-ku. Bir tarafdan qaraganda to'g'ri. Shunda qilmaymi qilmadim. Doimli tutqunliq ishkimni marabla turadigan bir xil ansiz hayot ichida tursam. Yezib saqlagan narsalarim menga omad elib kelmasdi, haqchan. Ammo o'ttirda ko'rinmak uchun kimga aylanishim kerak edi bilasiz. Odamlardagi sharaf, martaba, ustunlik tuyg'ulari to'g'risida nima deysiz? İnsanlar ba'zida nomus tuyg'ularini qayirib qo'yib, ba'zi ishlarni qilib ketishidi. Bu chaqda ulardagi ash ustunlik tuyg'usi nega ketgan bo'ladi? Hech yerga ketmaydi. Bu qiliqi uning ustunlik tuyg'usiga putlashmayli qolmay, xuddi taloqqa yo'l topgandek bir-biriga putlashmaydigan yo'l tepishga ulgurdi. Dedi Sabit apandi. Ondan bu haqda bir oz tafsiliyroq to'xtalg'usi kelib davom qildi. İnsan balısıga ortaq bir Allahidlik shuki, her kim özünü üstün bir siniptin, esilzadlardan kelip çıqqan qilib ko'rsatishga xushtor bo'ladi. Hayotida erishgan eng ustun martabasini havas bilan asga oladi. Bu uning iftixorining amaliy misoli bo'lib qoladi. Shu tufaylidan mu jamiyatda nima eng bazoliq bo'lsa, darhol shuning o'zini urdi. İftixorlanish xohishi uni shuningga qistaydi. Masalan, kommunistlar kambag'allikni, hatto qip-qizil yollanma dehqon deganni suyumlik ko'rsatdi. Shuning bilan insonlarning hammasida o'zini kambag'al sinfdan kelib chiqqan deyish moda bo'ldi. O'ylab ko'ring, kambag'allikmi sharaf bo'lamdi? Inson mana shundaq bema'ni ishlarga ishonayveradigan maxluq. Xuddi Xo'ja Ishonlar davrida bozorga selingan dunyoni do'st tutmaslik, tarki dunyo holida yashash, uy makon degandek bu dunyoning maishatlaridan tamoman qo'l uzish deganlarga darhol ishinib shu modaga ko'ngandek. Hech kim xo'jalardan "Amsi nemishki o'zing har kimning duo qildirg'ili akagan qizlarini eliyversan, nemishki sen mol dunyo yig'san" deb so'rashqim aqli ishlamay qolgandek bir ish. Partiya a'zosi bo'lishmi yana shu modalarning biri. Uning qandoq partiyaligi muhim emas. O'ttirda gap o'tayotgan partiyaning a'zosi bo'lsa, garchi o'zining hech nimaga kuchi yetmasa-mu, iftixorlanish uchun dasmoyi bo'ladi. Shoirlarmi shu. O'ziga istalgan ustunlikni baxsh etguchiga sadoqat bilan bog'lanib, boshqa tarafini o'ylabmi o'ltirmay ketaveradigan gap. O'ttirda ismi ko'rinib turgan-g'ili xo'sh. 40-cı yıllarning oxiridan 50-ci yıllarning oxirigacha angliq sinfimiz o'zini jamiyatning cho'lponlarimiz deganni bilindirib turish uchun ruscha so'zlashib ketadigan. Hatto ruscha o'qimagan, ancha-muncha biladiganlarmi haddini bilolmay yomzab yuradi. Bugun ko'ryapsizki, o'zlarini angliq tabiqa hisoblaydiganlar hech zaruriyatsizlar xitoycha so'zlashib ketadi. Bularning orasida bir xil o'rtoqlikni bayqayotamsiz. Bazarda nima o'tayotgan bo'lsa, shuningga loyiq o'sma qo'yib chiqish urinishi. Xalqchu, xalq nima o'ylaydi? Xalq jamoat sifatida ulug' bo'lsa-mu, yanala pati deyiladi. Ularmi modaga agishidi. O'z manfaatlarini setayotganini ko'rmaydi yoki his qilmaydi. O'ttirda yiqayotgan moda bo'yicha hurmat qilaveradi. Nafratlanadigan chog'larimi bo'ladi. Ammo ajoyib omadliklarmi bo'ladi. U yoqda tajovuzchi Xitoylarning barliq e'tiborlashlariga noil, bu yoqda xalqning hurmatini qo'ldan bermaganligini ko'rasiz. Ammo bular shu davr uchun shundoq. Tarix uchun emas. Tarix hamon tarixiy shaxslarning qilmishlarini bir-birlab algakdan o'tkazib baho berdi.